uchun bitta chiroyli qarsaq olib qo'yinglar. Rahmat. Hech qachon onalarimiz kasal bo'lmasin. Xo'p. Hozir aytamiz. Onajon tabriklayman. Mana shu farzandlardan, nevaralardan, kelinlardan mana baraka toping. Bugun xursandsiz. Qani bitta acham qilib qo'yinglar onam. Ana. Bunday xursandchilikni hammaga nasib qilsin. Boshimdan ne kunlar o'tmadi. Kimlar kelib, kimlar ketmadi. Og'ir kunda dodimga onam sizdan bo'lak hech kim yetmadi. G'amgusarim, jon rishtam onam yerda yurgan farishtam onam. Baloyu qazolar yog'ilsa boshga, do'st yor zahar solsa men ichgan oshga. Yosh boshim urilsa devorga toshga, kim ham jon koyitar onamdan boshqa. O'zimni ming bora tig'larga urdim, mol dunyo pul topaman deb ko'p balo ko'rdim. Ilg'or toshlarga nishondir ko'ksim, kim ham jon koyitar onajonimdan boshqa. Do'ppisini ochsin osmonga, ko'zi kulib boqsin jahonga. Qo'lim qo'rqmay uzatsin nonga, hayot bo'lsa kimning onasi. Do'qi borni do'qi tegmaydi, nazar, nafas, ko'z so'qi tegmaydi. Dushmanini o'qi tegmaydi, hayot bo'lsa kimning onasi. Onangizni asrang, onasi borlar, otangizni asrang, otasi borlar. Bizning ustozlarimiz ko'p bu yerda, mana Hazrat domla o'tiribdi. Ana shunday ustozlarimiz bizga o'rgatishgan, xalqdan qarsa so'ramagan. Xalqning yuragiga, ko'ngliga joy topsak, o'zi qarsa chalaveradi. Onajon tabriklaymiz. Ushbu qarsalar siz uchun. Bugungi to'yga havas qilsangiz, rahmat. Endi